Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Sanoat qurilish bank hamkorligida Andijon viloyati Shahrixon tumani Dorul Omon mahallasida 10-11 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda loviya ekilgan, maydon hajmi 12 gektar, uzunligi 624 metr, maydonimiz eni 193 metrni tashkil etadi. Loyiha menejeri G'offorov Islombek bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanib kelmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqib, gullash va barcha agrotexnik ishlovlar berib kelmoqda. Ekinlarni yetishtirish 85-90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'orish mana hozir sug'orilmoqda. Sug'orish tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilib kelmoqda. Mana hozir loviya urug'larimiz unib chiqib gullagan mana hozirgi holati. Mana sug'orish ishlari ham navbatma-navbat mana amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha 40 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 30 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Dorul Omon Jamshid barakasi ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3,5 tonna, jami 35 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham serhosil unumli kungaboqar urug'i ekiladi. Uchinchi hosilda 90 bosti shaklida sarmsaq piyoz ekiladi. Yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalari daromadlarini yanada oshirib boradi. Haqiqatda hozir mana bu yerimizni uzunligi 624 metr, eni 193 metr, 12 gektarli yer maydonimiz. 100% loviya urug'i ekilgan. Mana loviya urug'larimiz.